Bolalar kech gapirishi nima sabablardan bo'ladi? Bolalar kech gapirishi asosan sabablar bir nechta sabablar bor. Juda ham hozirgi kunda dolzarb savol hisoblanadi bu. Nutq orqada qolishining sababi nevrogeen bo'lishi mumkin, ijtimoiy bo'lishi mumkin. Agar nevrologik bo'ladigan bo'lsa, bu narsa yosh bolani homiladorlikdan boshlab to tug'ilish va o'sib rivojlanib nutqi paydo bo'lgungacha bo'lgan ba'zi bir nevrologik kasalliklar bo'ladi. Masalan, perinatal kasalliklar hisoblanadi. Mana odamlar orasida ko'p tarqalgan cherepni давление deyish bo'ladi-yu. Ya'ni cherepni давление degan kasallik yo'q bizda nevrologiyada. Bosh miya ichida bosim oshishi degan sindrom bor. Bu kasallik emas. Cherepni давление degan kasallik yo'q aslida. Markaziy nerv sistemani perinatal jarohatlanishi natijasida nerv sistemasida bir nechta sindromlar bor. Nerv sistemani qo'zg'aluvchanligi, nerv sistemani so'nishi, harakat buzilishi, mushaklar tonusini oshishi, mushaklar tonusini pasayishi, судорожный sindromlar, shunga o'xshash sindromlar bilan tug'iladi perinatal jarohatlanish ichida. Endi mana shu yangi tug'ilganda perinatal jarohatlanish deb tashxis qo'yganimizdan keyin, qaysidir sindromlarni aniqlab qo'yganimizdan keyin o'sha sindromlar kelajakda erta tiklanish va kechki tiklanish va asoratlar davrida qaysidir turlari nutqiy orqada qolish, aqliy orqada qolish, harakat jihatdan orqada qolish yoki birgalikda aqliy va nutqiy jihatdan orqada qolish, harakat, aqliy, nutqiy orqada qolish degan kasalliklar bilan bu bolalar asorat sifatida bizga ko'rinadi. Bu bevosita nevrologik, ya'ni markaziy nerv sistemasini perinatal jarohatlanishi natijasida bularda asorati sifatida nutqiy, aqliy va jismoniy jihatdan orqada qolish degan sindromlar bilan bolalar jamiyatda yuribdi hozir. Uchraydi. Undan tashqari ijtimoiy sabab deymiz. Ijtimoiy sabab bolada o'sha muloqotning kamligi. Nutq paydo bo'lish uchun avvalambor bolani qulog'iga tovush kirishi kerak. Qaysi tovush kirsa, qaysi tilda tovush tegsa, o'sha tilda gapiradi bola. Bu aniq narsa. Er-xotin ishga boradi, bolasini telefonga bog'lab qo'ygan, muloqot yo'q qisqasi. U bolalarda xuddi shularda ijtimoiy sababga ko'ra, ya'ni hech qanaqa muloqot bo'lmaganligi tufayli ularda nutq orqada qolish kuzatilyapti. Bu ham juda ham katta muammolarga olib kelyapti hozir. Ayniqsa hozir autizm, ras degan muammolar ko'payib ketib qoldi. Sindrom defisiti vнимания, diqqat e'tibori pasayishi degan narsalar bor. Bular hammasi mana shu ijtimoiy sabablarga ko'ra kelib chiqadigan sabablar hisoblanadi.